Agar siz hali ham Minecraftning eski teksturasidan charchagan bo'lsangiz, unda bu video siz uchun tomosha qiling. Ba'zi bir Minecrafterlar Minecraft o'ynayotganda yo, okey, короче, yuguramiz, vishvani qilamiz. Yo, okey. No, lekin men bu Minecraftdan zerikdim, basharanga o'rnatishga ketdim. Xo'sh, qaranglar buni. Yo'q, короче, nimaga sizlar bilan men o'sha. Buni qaranglar, barglari hamma narsa X teksturasi eski versiyaniki. Men bu Minecraftdan zerikdim. Buni qaranglar, interfeysi ham yaxshi emas. Yo, mana lekin. No, lekin qaranglar, hech narsam yo'q shu qilish boshqa narsalardan. Qani edi Minecraft eski versiya bo'lsa-yu, lekin teksturasi yangi bo'lsa, zo'r bo'lardi. Qachon shu Minecraftni topar ekanman, yo chiqar ekan. Bu короче, bola bilib turganlarda biz bugungi videoda eski Minecraftni yangi versiya tekstura qilishni o'rganamiz. Короче, go. Albatta, men bu narsani direkt mod degan kanalimga tashlayman. Hali tashlamaganman. Lekin shu video ostida 20 ta like yig'ilsa, men shu Minecraftni tashlayman. Ko'rib turganlarda bu yerda har xil kartalar, PvP karta, shader, nima xohlasangiz modlar ham bor. Mana tepalarni qaranglar. Короче, Ferrari degan mashina mod, har xil karta, shader va hattoki PvP tekstura qish modi ham bor. Siz bu kanalda ancha zo'r narsalarni topasiz. Yo, let's go. Yo, bola, mana ko'rib turganlarda orqa foundation Minecraft 26.ning короче versiyaning rasmlari, lekin yana o'sha 1.1.5 versiya. Ko'rib turganlarda endi esa biz bitta yangi mer ochib olamiz. Bu yo'qlari oddiy, lekin teksturasi 1. emas, 26.3. Shunaqa versiyaniki. Mana ko'rib turganlarda bu yerlari oddiy, lekin bu ikkalasini qo'shmanglar. Qo'shsanglar ham faqat oddiy yashiradigan knopkani qo'shinglar. Bo'lmasam, agar buni ham qo'shsanglar, Minecraftning yana teksturasi eski bo'lib qoladi. Shuning uchun endi buni qaranglar. Easy, normal, eng oson, hard, buni farqi yo'q. Sizlar sazdat qilsanglar ham hozir mana ko'rsataman. Xo'sh, okey, kirib olsin. Lekin bu sizlarga yoqishi mumkin. Yana bilmayman, video olishga ham juda yaxshi Minecraft. Okey. Oddiy, buni qaranglar, yurakchilari hardcorening yurakchasi va yuradigan knopka, короче, tugmalar hammasi bor. Ko'rib turganlarda hammasining teksturasi 26. короче, yangi versiyaning teksturalari. Bargni qaranglar, yo. Hattoki bu burchakda bolalar ko'rib tursalar, koordinata ham bor. Ya'ni speedrun qilayotganda do'stlar bilan birgalikda tez o'ynash uchun, topish uchun. Mana hozir короче, daraxt sindirib, versta yasab, короче, hozir narsalar yasab ko'rsataman. Voy, qo'yilib ketdi. Okey, mana va verstak. Bu yo'qlar ham oddiy. Xo'sh, buni sindirib olamiz. Okey. Endi esa mana verstakni qo'yamiz. Yo, mana daraxtni maydab oldik. Endi esa bitta loy kerak. Hozir o'zinglar shuni olasizlar. Hozir bizning yangi narsamiz. Yo, okey. To'sib turibdi, qoch betdan. Mana buni olib tashlasak, to'liq tayyor. Bola, ko'rib turganlarda bu Minecraft sizlarga yoqdimi bilmayman. Menga juda yoqqan. O'zim ham shu Minecraftda 1-2 marta stream qildim. Okey, mana teksturasi yangi versiyanikida. Xo'sh. Hozir kreativga o'tib olay, yanada yaxshiroq ko'rsataman. Game mode kreativ. Okey, endi esa uchamiz. Bu yerning tugmalari ham yaxshi. Lekin biomlari shu eski versiyaniki. Bu yerda faqat tekstura yangi versiyasinikida. Rudalarni qaranglar, olmos va redstone yangi versiya. Kimga yoqdi, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Agar shu video ostida 20 ta like yig'ilsa, shu Minecraftni Telegram mod kanalimga tashlayman. Boya aytib o'tganimdek. Telegram mod kanalim silkasi esa описание va kommentariyada. Mana jitlarni qaranglar. Qani ferma nima sotasan, fermachi? Fermachi emasdan tur qilibatan kesharing. Okey, mayli. Buni ko'ringlar, bola. Texumlar, короче, yo-mayo, nima deyapman? Mana totemning teksturasi ham yangi, bola, qaranglar, zo'rdi. Okey, va bu yerda yana bo'lsa, bizlar kiyimlarni bitta kiyib ko'rsatamiz. Hozir avval olmoslarni ko'rsataman. Buni qaranglar, bola. Xuddi bo'yalganga o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi? Yangi versiyaniga o'xshaydi. Bo'yash ham shart emas, o'zida bo'yalgan, lekin hozir esa biz
sizlar bilan shu kiyimlarni kiyib ko'ramiz. Bunda elektrasi ham juda chiroyli. Okey, mana olmoslisi. Wow! Yo, chiroyli bo'ldi. Olmos tepib qoldimi? Okey, zo'r ekan. Endi esa nima edi? Molni terisidan kiyim. Da bunga hech narsa bo'yalmagan. O'zi bo'yaladimi yoki yo'qmi bilmayman. Endi esa temirni ko'ramiz. Okey, temirni oyoq kiyimni olmabman. Okey, mayli. Yaxshi ko'rinyapti. Juda ham zo'r xuddi Nezrit bilan birlashtirgandek. Lekin endi bolalar buni qaranglar. Elektrani qaranglar, chiroyliligini. Buni ko'rib mazza qiladi odam. Hozir mana uchamiz. 1 2 3. Lekin tepadan ko'rib bo'lmas ekan. Qani uchamiz. Osmonlarga quchamiz. Suvga kirma. Basharangga o'tyapsan. Okey, mana bolalar ko'rib turganlaringizdek Minecraftga gap yo'q. Okey. Xo'sh, bolalar ko'rib turganlaringizdek bu Minecraftning teksturasi 1.20.130. Короче, shunaqa versiya bor ekan. O'shaning teksturasi ismida yozib qo'yilgan. Xo'sh, okey, yana nimalar qolib ketdi bizda? Короче, tuxumlar chotki rasmi. Xo'sh, okey, endi olamiz. Buni nimaga oldim? Buni qaranglar bolalar. Bom. Короче, bolalar bu Minecraftda mazza qilib o'ynasanglar ham bo'ladi. Короче, speedrun qilishga ham naqshi, normalniy. Okey. Aylanib yuribmizda bolalar, mazza qilib, uchib. Aytgancha yana bitta narsa ko'rsatishim kerak. Esimdan chiqib qopti. Endi buni ko'rsataman. Juda ham zo'r bo'ladi. Hamma biladi, Minecraftning eski versiyasida rasmlar juda ham xunuk, bir yomon. Yangi versiyasida esa juda yaxshi rasmlar va yangi rasmlar ko'p. Hozir endi esa biz sizlar bilan shuni shu versiyada ko'ramiz. Birinchi navbatda bu yerda shkaf juda ham chiroyli edi. Hozir qo'yib olaman va rasmlarni qo'yib ko'rsataman. Okey, pam. Yana ozgina to'ldiramiz. Pam. Nima bo'ldi? Ozgina qotish. Okey, pam va endi esa mana bo'ldi. Ko'rib turadi, yangi rasmda bu eski. Herobrine spawn bo'lgan joy rasm bor ekan. Okey, yaxshi. Namuncha chiroyli rasm. Kompyuterni ko'rishga yaxshi ekan. Mana buni qaranglar, chiroyliligini. Rasmlar. Mana buni qarang. Okey, let's go. Namuncha zo'r bu. Va bu yerda eski rasm. Mana shu lekin menga yo'qdi. Gulam chotki ekan. Короче, bu Minecraft bo'la zo'r. Yana bir zo'r varianti, yana qaysi eski versiyada ko'rgansizlar shunaqa tiniq oylarni bolalar, buni qaranglar, tiniqligini qaranglar. Mana orqasiga ham qo'yaman, lekin bu yerda bizga faqat bitta bor deb ko'rsatadi. Lekin bu so'lar okey, mayli. Короче, bolalar, bugungi video shulardan iborat. Keyingi video chiqishi uchun kommentariyada yozib qoldiring va like bosing. Короче, tez kunda yangi video bo'ladi, kutib qolinglar. Let's go video tugadi.